Yaqinlarim suvchini shu xonadonni sotish kerak, pul rosa zarur egasiga. Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod Beruniy ko'chasida to'g'rida 11-metro bekati qo'ni qo'shnilar va shu Zolotoy to'g'rida maktab 352 bog'cha maktab yaqin. Kelish kerak, gaplashish kerak. 201 soti to'r uровень. 350 kvadrat metr жилой помещение. Har bir bandaga nasib aylasin. Qaranglar. Asal xudandalarning oldida ham uyalib qolmaysizlar, variantlar ham bor deyaptilar. Bo'lib to'lashga ham gaplashamiz deyaptilar. Qanchasinidir bersinlar-da, bu yog'ini gaplashamiz deyilyapti. Общий 350 kvadrat metr. Bu yoqdan tashqaridan podvolga tushsa bo'ladi, yevro remont, hamma yoqni boplab tashashgan. O'zi ham 8 ta sanuzel xonasi bor. Sanuzel xonadan muammo qilmaysizlar. Mana bu yoqda katta terrasa, shu o'zi ham 8 metrga 4 metrlik. Bu yoqdan podvolga tushasizlar, 100% bitkazib qo'yilgan. 245 kami bor. Egasiga telefon qilinglar-da, o'z takliflaringizni beringlar. Gapiringlar, men buncha beraman, men bunaqa qilaman deb. Mabodo sizlarda ham uy joyinglar bo'lsa, realni sotmoqchi bo'lsanglar, tepada nomerlarimni qo'yib qo'yganmiz. O'zbekning uylari, markaz uylari 5-6 ta kanallarda sotilguncha reklama qilib beramiz. Biz o'rtakash, dallol, makler emas. Arzimagan, boshiga 100-200 berasiz, sotilgandan keyin 200-300 berasiz, bo'ldi, общий $1000 ga aylanadimi, yo'qmi? Foizchi kimgadir aytsangiz, 1% olganda ham bo'laveringlar. Mana shu xonadan 245 ming. 200 mingga sotilganda ham misol uchun $2000 pul olishadi. Tushunasizmi? 1% bo'lganda. Bizda unaqa emas. Katta uchastkalarni sotilguncha $1000, kichkinarolari $500, domlar $500. Boshiga rasxotiga olyapmiz, sotilgandan keyin qolganini olyapmiz. Sotilmaguncha qo'ymayapmiz. Qaranglar, hammasini eng zo'rlarini, sensorlilarini qo'yilgan oynalarigacha. Zo'r ota-onalar uchun yotoqxona, yonida sanuzel xona, har bir bandaga nasib aylasin. Hovlida dahshat. Hamma yoni zamonaviy qo'yilgan, eshik romli zamonaviy. Kelish kerak, gaplashish kerak, yaqinlarim. 350 kvadrat metr жилой помещение, 245 kami bor. Yana tepada mansarda splashnoy bitka, balkon. Yoqmadimi? Yetinglar yoqdi, like bosib, kommentariyalarni yozib tashlanglar, hoji otalar. Sizlarda ham uy joylar bo'lsa, sizlar uchun o tepaga nomerlarim qo'yib qo'yyapman. Bunga yalinib yurgandan ko'ra bolam, "Kelma shu uylarimni xalq qilib ber o'zing." Ko'zim ochiqligida sekin bola chaqaga bo'lib berib yuboring. O'zim bitta yaxshisini olib o'sha bilan birga kichkinaroq dom olibmi yoki kichkina bir hovli olibmi, o'sha yerda yashay qolaman deb bir og'iz aytsangiz, yaxshi pulga to'g'ri yashayman o'sha yerda deydigan odamga sotib berishga yordam qilamiz. Mijozlar juda ko'p. Qaranglar, mana kavralarni ham zamonaviy eng zo'r ranglarda, eng zo'rlarida solib qo'yishgan. Kamida 120-130 kvadrat metr mansardani o'zi. Kelib gaplashib olib qo'yadigan joy, yaqinlarim. Sog' bo'linglar, kanalimizga obuna bo'linglar, videolarimni tarqatib madad berib turinglar, like bosib. O'zbekning uylari, Baxtiyorbek Soliyev bo'laman. Uy joylarni reklama qilish, sotib berish, kimlargadir uy olib berishlar bilan shug'ullanamiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Tepada nomerlarimiz, uy egasi, menda makler o'rtakashi nomerini qo'ymayman. Prima uy egasining nomerini qo'yamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kanalga obuna bo'ling, yaqinim. Sog' bo'ling, baraka topinglar. Ketdik biz.